ilk bor mundial yo'llanmasini qo'lga kiritgan terma jamoamiz nafaqat mamlakatimizda, balki dunyoning turli nuqtalarida istiqomat qilayotgan vatandoshlarimizni ham bir maqsad atrofida birlashtirmoqda. Bugun minglab kilometrlik masofa, turli qit'alar va vaqt tafovutiga qaramay, bir tuyg'u barchani bog'lab turibdi. Bu vatanga bo'lgan mehr va O'zbekiston terma jamoasiga bo'lgan cheksiz ishonchdir. Ayni damda dunyoning turli davlatlarida yashayotgan vatandoshlarimiz O'zbekistonning tarixiy natijasi munosabati bilan o'z video murojaatlarini yo'llamoqda. So'nggi yillarda davlatimizda sportga, jamoaviy sport turlariga, xususan futbolga ham qaratilayotgan e'tibor natijasida mana futbolchilarimiz xalqaro maydonda ham o'z so'zlarini aytishmoqda va ishonamizki, ular Jahon chempionatida munosib ishtirok etishadi va vatanimizga yorug' yuz bilan qaytib kelishadi. Og'o O'zbekiston, biz dunyoning qaysi chekkasida bo'lmaylik, doimo sizlar bilan. E'tiborlisi, qo'llab-quvvatlash to'lqini faqat vatandoshlarimiz bilangina cheklanib qolmayapti. Ijtimoiy tarmoqlarda boshqa mamlakatlar fuqarolari, xususan qo'shni davlatlar vakillari ham O'zbekiston terma jamoasiga omad tilab, video murojaatlar va tabriklar yo'llashmoqda. Tarixiy natija, samimiy muxlislik va Markaziy Osiyo birdamligi bugun virtual makonda ham yaqqol namoyon bo'lyapti. Bu esa O'zbekiston futbolining xalqaro miqyosdagi nufuzi tobora ortib borayotganidan dalolat beradi. Я кыргыз, я болею за Узбекистан. Я таджик, я болею за Узбекистан. Я казашка, болею за Узбекистан. Я узбек, болею за Узбекистан. Bir paytlar orzu bo'lgan mundial bugun haqiqatga aylandi. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatida, millionlab yuraklar esa hayajon bilan voqealar rivojini kuzatib bormoqda. Dunyoning turli nuqtalaridan yangrayotgan samimiy tilaklar shuni ko'rsatadiki, bu yutuq nafaqat futbolchilar yoki muxlislarniki, balki har bir o'zbekistonlikning umumiy g'alabasidir. Endi esa oldinda yangi sinovlar, yangi sahifalar va yangi tarix kutmoqda.